Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Javlon Abdumanopov. Xo'p, tilda darslari davom etadi. Sizlar bilan bugun tilda interfeysi bilan tanishamiz. O'tgan darsda tildadan qanaqa ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqqan edik. Xuddi shunday, ya'ni registratsiya qilamiz. Agar registratsiya qilmagan bo'lsak, ism, familiya, bu yoqqa elektron pochta, bu yoqqa parol va o'sha ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Keyin bizga kapcha chiqadi katta ehtimol bilan. Kapchani to'ldirganimizdan keyin, kapchadan o'tganimizdan keyin ro'yxatdan o'tgan hisoblanamiz. Endi har safar kirganingizda shunaqa oyna ochiladi sizda. Keyin bu yoqqa o'sha Write tugmasini bosgan holda kirib ketishingiz mumkin, agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz. Xo'p, tildani interfeysi shunaqa ko'rinishda. Endi sizlarda oq ko'rinadi, menda qora, chunki men adashmasam o'sha Dark Reader extension deb yoqib qo'yganman. Shuning uchun qora, ya'ni ko'zni og'ritmasligi uchun yoqilgan. Bunisiga e'tibor bermaysizlar. Umumiy hamma narsasi deyarli bir xil. 2026-yil fevral holati bo'yicha. Xo'p, bizda shunaqa oyna ochilardi. Shunaqa oyna. Ya'ni bu yoqda meni loyihamni bu yoqqa loyihani o'sha nima desa bo'ladi, nomini yozib qo'ygan edik. Endi bizda sekin-sekin shu interfeys bilan tanishishda boshlaymiz. Xo'p, demak, shunaqa 3 ta tugmani bosgan holatda настройка saytiga o'tib olamiz. Mana saytni настройка qiladigan qism, ya'ni saytning sozlamalari. Birinchisi главный, ya'ni asosiy. Bu yoqda o'sha saytimizning nomini yozishimiz mumkin. Bu yoqqa описание yozishimiz mumkin, ya'ni o'sha nima desa bo'ladi, izoh va bu yoqqa domenlarni sozlashimiz mumkin bu yoqda. Subdomenlarni va domenlarni sozlashimiz mumkin. Agar biz bu yoqqa domen qo'shgan bo'lsak, ya'ni o'sha Vercel'ga o'xshagan, misol uchun yoki boshqa xizmatlardan domen sotib olgan holatda, agar domen sotib olgan bo'lsak, shunaqa xizmatlardan, keyin bu yoqqa o'sha domenni ulagan holatda subdomenlarni belgilashimiz mumkin bo'ladi. Hozir bizda domenlar yo'q hech qanaqa. Shuning uchun ham keyingisiga o'tamiz. Ya'ni asosiyda shu loyihani nomi, loyihani описаниесі va subdomenlarni belgilashimiz mumkin. Shrift. Endi bu yoqda o'sha hammaga tanish fontlarni, o'sha matnlarni oilalarini tanlashimiz mumkin. Tilda Sans bor, Roboti bor, TikTok Sans bor, Montserrat bor. Endi ko'p, juda ham ko'plab o'sha font oilalari bor. Biz shu font oilalarini sozlashimiz mumkin. Mana bu yoqda uni misol uchun nima desa bo'ladi, qalinligini sozlashimiz mumkin. Bu yoqda o'lchamini sozlashimiz mumkin. Bu yoqda o'sha bunaqani zagolovkani, ya'ni sarlavhani qalinligini sozlashimiz mumkin. Bu yoqda asosan shriftga oid sozlamalar bo'ladi. Keyingisi svet и stil. Ya'ni bu yoqda svetga, ya'ni rangga va uslublarga oid sozlamalar bo'limi. Mana bu yoqda o'sha sarlavhalarni sveti, bu yoqda teksti sveti, bu yoqda o'sha sahifalarning orqa foni, bu yoqda o'sha havolalarni sveti va bu yoqda qo'shimcha yana sozlamalar ham bor. Qo'shimcha sozlamalarni ham sozlashimiz mumkin. Keyingisi главная страница. Xo'p, главный страницада endi bu yoqda o'sha asosiy sahifani belgilab qo'yishimiz mumkin. Sizlarda ne vybrani chiqadi. Men endi portfolio degan bitta sayt yaratganim uchun, ya'ni o'sha sahifa qo'shganim uchun endi shunaqa portfolio degan sahifa ko'rinyapti. Sizlar aslida ne vybranda turadi. Xo'p, keyingisi domen. Ya'ni o'sha boya aytganimdek. Xo'p, biz saytimizni yasab bo'lganimizdan keyin, ya'ni tildada qanaqadir sayt yaratganimizdan keyin uni yo tildani o'zini domenida yoki qanaqadir tashqi domenlarga ulab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha tashqi domenlarga murojaat qilib internetdan, misol uchun mana biz youtube.com deb kiramizku, mana shu youtube.com bu domen. Shunaqa domenlar sotib olib yoki tildani o'zini beradigan domenidan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu yoqda domen sozlamalari. Xo'p, keyingisi analitika. Analitika bu saytimizni tahlili, statistikasi. Ya'ni o'sha qancha odam tashrif buyuryapti, qancha odam ko'ryapti, qancha odam telefondan, qancha odam kompyuterdan ko'ryapti, misol uchun. Shunaqa saytni ma'lumotlarini, statistikasini ko'rsatib turadi bu yoqda. Xo'p, keyingisi SEO, Search Engine Optimization. Bu haligi qidiruv tizimlarida biz saytimiz osonroq topilishi uchun qilinadigan o'sha настройкаларni bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu настройкаларni qilish orqali saytimizni qidiruv tizimlarida misol qidirganimizda oson topilishini nima desa bo'ladi, oson topilishga erishamiz. Agar bu sotuv sayti bo'lsa, albatta oson topilishga, ya'ni qanaqadir bir shu sotuv saytiga aloqador narsani qidirganingizda shu sotuv saytini chiqarib berish kerak reklama sifatida. Reklama deganim haligi tavsiya sifatida. Ya'ni qidiruv tizimlarida biror bir narsani qidirganimizda bizning saytimiz yuqori o'rinlarda chiqishi uchun qilinadigan ishlarni bu yoqda sozlashimiz mumkin. Xo'p, keyingisi eksport. Ya'ni o'sha agar biz biznes tarifida bo'ladigan bo'lsak, qilgan o'sha loyihamizni zip fayl sifatida arxivlab olishimiz, ya'ni yuklab olishimiz mumkin. Ya'ni zip arxiv fayl sifatida yuklab olishimiz mumkin. Faqat bu biznes tarifida bo'ladi.
Hop, keyingisi formalar. Ya'ni bu yoqda o'sha bu o'zi Tildada qilinadigan saytlar o'zi misol ko'rinishi u front-end deyilsa, bu yoqda o'sha back-end xizmatlarni beradigan sozlamalar bor. Ya'ni o'sha ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsa biz saytimizdan qaysi xizmatga tushish kerak, ya'ni databaza, ya'ni qaysi ma'lumotlar bazasida saqlanishi kerak bu ma'lumot. Bu saytda o'zi saqlanolmaydi, qanaqadir ma'lumotlar bazasida saqlanishi kerak. Xuddi shunaqa ma'lumotlar bazalarini taqdim qiladi. Bundan tashqari mana bu yoqda o'sha CRM sistemalar bor, ya'ni o'sha mijozlar bilan nima desa bo'ladi, munosabatni o'rnatadigan. Hop, bundan tashqari mana bu yoqda ro'yxatdan o'tsa yoki qanaqadir bir biz ularga qanaqadir xabar jo'natmoqchi bo'lsak, qaysi xizmatlardan foydalanishimiz mumkin. Misol eng keng tarqalgani SendGrid. Shu SendGriddan foydalangan holatda ularga qanaqadir xabar jo'natishimiz mumkin. Misol uchun qaysidir anaqalarga obuna bo'lsangiz, sizga har oy yoki har hafta emailga xat keladi-yu, shunga o'xshash xizmatlar orqali qilinadi. Shu emailga xat jo'natish xizmatlari. Bu ham shu. Emailga yoki telefoningizga xat jo'natish, SMS jo'natish xizmatlari. Ya'ni umumiy o'sha backend xizmatlarini beradigan sozlamalarni, xizmatlarni ko'rishingiz mumkin bu yoqda. Keyingisi platejniy sistema, to'lov tizimlari. Ya'ni o'sha sizga siz saytingizdan nimadir sotib olish mumkin yoki qanaqadir sizga to'lov qilishi mumkin. Shu sozlamalarni bu yoqda qilishingiz mumkin bo'ladi. Bular ozgina murakkabroq sozlamalar hisoblanadi. Keyingisi shapka и подвал. Ya'ni bu qanaqadir siz yasaydigan sarlavhalarni kechirasiz. Siz yasaydigan sahifalarni qanaqadir nima desa bo'ladi, layout ichiga solishingiz mumkin. Ya'ni o'sha shapkasini, ya'ni shapka o'zi odatda qanaqa bo'ladi? Mana shapka mana bu qism bo'ladi. O'zi odatda saytlarga kirsangiz, mana shu shapka qismi bilan o'sha header deb qo'yishadi. Shu header bilan odatda mana bu yerda turadigan footer qismi bo'ladi-ku. Shu footer qismlari juda ko'p takrorlanadi. Deyarli misol bitta saytda headeri shu saytda hamma sahifalarda ishlaydi. Home sahifasida ham, about sahifasida ham, kontakt sahifasida ham, hamma sahifalarda avtomatik ishlaydi. Shuning uchun hali har safar hamma sahifaga bitta yozib chiqmasligi uchun shunaqa bir layout yasab olinadi. Shu layoutga keyin saytimizni qo'pol holatga solib qo'yiladi. Keyingisi действие. Bu yoqda o'sha nima desa bo'ladi. Saytimizni boshqa akkauntga o'tkazishimiz mumkin. Ya'ni biz boshqa akkauntdan tilda ochamiz-da va shu anaqamizni, saytimizni, loyihamizni o'sha akkauntga ko'chirib qo'yishimiz mumkin yoki umuman saytni o'chirib tashlashimiz mumkin. Xo'p, keyingisi organik dostup. Xo'p, endi bu yoqda o'sha ruxsatlarni boshqarishimiz mumkin. Mana bu yoqda faqatgina ma'lum bir o'sha IP manzillardangina saytimizga murojaat qilishni yoqib qo'yishimiz mumkin. Va bu yoqda o'sha nima desa bo'ladi? Publish qilingandan keyin, o'sha taqdim qilingandan keyin bu yoqqa login, parolni qo'yib qo'yishimiz mumkin. Shu login, parol orqali kiriladi. Ya'ni bu yoqda o'sha ruxsatlarni nima desa bo'ladi, boshqarishimiz mumkin. Lishli kabinet, bu yoqda o'sha akkaunt sozlamalarini qanaqa desa bo'ladi, sozlashingiz mumkin. Akkaunt sozlamalarini emas, ko'p to'g'ri o'sha lishli kabinetni, shaxsiy kabinet sozlashingiz mumkin. Xo'p, сотрудник bizga hozir shart emas. Еще. Xo'p, bu yoqda endi qo'shimcha o'sha haligi saytingiz tepasida mana qilib turadigan ikonkani o'zgartirib qo'yishingiz, sozlab qo'yishingiz mumkin. Bu yoqda o'sha sahifangiz tepasida ko'rinadigan ikonni sozlashingiz mumkin bo'ladi bu orqali. Xo'p, shu loyihani proyektni sozlamalar shulardan iborat edi. Endi buni zakrit qilib chiqib ketamiz bu yoqdan. Xo'p, bundan tashqari bizda yana boshqa sozlamalar ham bor. Mana shu portfolio degan sayt qilgan edim, hali bu sizlarga ko'rsatilmagan. O'sha boyagi oxiridagi o'sha ikon, mana shu ikonni qo'yib qo'ying. Shu oxiridagi yishu orqali qo'yiladi shu ikonka. Xo'p, endi keyingisi bu yoqda CRM sistema bor, ya'ni o'sha Customer Relationship Management. Sizni saytingizdan ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarning o'sha ma'lumotlarini ko'rib turishingiz, boshqarib turishingiz mumkin bo'ladi bu yoqdan. Endi bu yoqda tarif и оплата qismi, ya'ni o'sha o'tgan darsda ko'rsatgan tariflar bo'limi. Pulli tariflar, ya'ni o'sha 3 xil tarifi bor edi, tekin bor edi, keyin personal bor edi, keyin biznes bor edi. Shu tariflarni ko'rishingiz, sotib olishingiz mumkin. Keyingisi profil bo'limi, ya'ni o'sha sizning profilingiz. Loginni o'zgartirishingiz mumkin, emailni o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun mana login, email, to'g'riroq o'sha imengizni, ya'ni emailingizni o'zgartirishingiz mumkin. Ism, familiya, keyin elektron pochta. Bundan tashqari bitta til sozlamalari bor. Bu yoqda o'sha davlatni tanlash mumkin. Сохранить qilib qo'yib, keyin chiqib ketasiz. Keyingisi endi пригласить друга, ya'ni do'stingizni taklif qiling.
Tildada shunaqa imkoniyat bor. Siz bu o'sha bo'lim orqali qanaqadir do'stingizga, biror tanishingizga tildani taklif qilsangiz va u tildani kirib, biror bir o'sha tarifini sotib oladigan bo'lsa, sizga ham o'sha 1 oylik adashmasam tarifni tekinga berishadi. Shunaqa imkoniyatlari bor tildani. Xo'p, endi bitta yordam markazi bor, bitta vebinarlar bor. Bu yerda endi shu tildani o'rgatadigan, tildani o'sha kompaniyasini o'zini darslari bor bu yerda. Agar qiziqsangiz, inglizchani bilsangiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, asosiy ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar endi shulardan iborat edi. Xo'p, endi redaksiyalab sayt qilib, bu yoqda endi keyingi darslarda ko'rib chiqsak bo'ladi bu qismlarni. Ya'ni o'zi bu qismlarni ko'rdik, ya'ni naslovka qilishdi. Endi soздать новый сайт, еще qilib keyingi darslarda ko'ramiz. Endi o'zi tildada maxsus qanaqadir qoliplardan foydalanishingiz mumkin yoki zero blockdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni maxsus qoliplar bo'ladigan bo'lsa, o'sha tayyor qanaqadir shablon bo'ladi, shu shablon asosida shu shablonni o'zgartirib ishlaysiz. Yoki o'sha kirganingizdan keyin sizga tayyor bloklar taklif qiladi, tayyor o'sha bo'limlar taklif qiladi. Shu bo'limlarni olib, ozgina o'zgartirib, tezlik bilan qilib ketishingiz mumkin yoki umuman noldan o'zingiz hamma narsani yasashingiz mumkin. O'sha tekstlarni ham, misol sarlavhalarni, tag sarlavhalarni, undan tashqari o'sha qanaqadir bloklarni ham o'zingiz yasab chiqishingiz mumkin. Zero blok deb qo'yishadi. Bitta yo'li bu zero blokda noldan qurish, ikkinchi yo'li tayyor shablon asosida qurish. Shu ikkita usuldan foydalanib qurishingiz mumkin. Xo'p, bugun ozgina tanishib oldik tildani interfeysi bilan. Keyingi darslarda o'sha amaliy ishlarni qilamiz sizlar bilan. Ya'ni qanaqadir o'sha proyekt ochdik mana, proyektga sarlavhalar qo'shamiz. Undan tashqari o'sha qo'shimcha bloklar qo'shamiz, o'zgartirishlar kiritamiz. Keyingi dars endi amaliy ishlarni boshlaymiz. Xo'p, bugungi o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar shular edi. Sizlar bilan Javlon Abdumanopov bo'ldi. Salomat bo'linglar, keyingi darslarda ko'rishguncha.